Hammaga meni Koreyadagi hozir yashayotgan go'zal mahallamdan assalomu alaykum. Kamina mana shu mahallada 1 yildan beri yashab kelyapti. Hozir men turadigan uyda ko'chani ko'rsataman hozir. Mana bu bor-ku, mana bu. Mana bu binoning orqasida men turaman. Mana bu. Shuna kiriladi. Birinchi bino bo'lsa, uni yonida ikkinchi bino, 3-qavatda, 304-xonada men yashab kelyapman, bir o'zim. Mana bu men yashaydigan mahallani go'zal ko'chalari. Mana bu qurilish yaqinda boshlandi, yaqinga ham shu 1 yil bo'lib qoldi. Mana bu yer to'la uy edi. Men birinchi ko'chib kelgan payt uylar, eski uylar bor edi. Hammasini buzib tashlab, yangi ko'p qavatli uy qurish rejalashtirilyapti. Shunaqa gaplar. Mana hozir men ishdan qaytyapman. Avtobusda keldim, chunki ertalab juda kuchli yomg'ir yog'ganligi sababli taksida ishga borishga majbur bo'lgan edim. Endi hozir piyoda avtobusda qaytyapman. Ob-havo issiq, quyosh chiqib ketgan mana. 26-27 gradus issiq. Mana mahalliy bizning qo'shnilar bo'lsa kerak, mahalliy aholi. Ular ham ishga yo qayergadir ketyapti. Mana tepalik men yashaydigan mahallani bir noqulayligi shundaki, mana yuk ko'tarib momolar tepalikka qarab ketyapti. Biz tog'liklardan iboratda. Salkam mana O'zbekistonda shunaqa joyda yashash uchun boy, o'ziga to'q odam bo'lish kerak. Chunki bunaqa joyda yashaydigan odam dachada yashayotgan hisoblanadi. Demak, men ham shunaqa odamlar safiga kirar ekanman. Salkam dachada yashayman. Bugun 2026-yil necha edi? 20-iyunni sanasi bilan shunaqangi voqealar rivojini kuzatib kelyapmiz, hurmatli tomoshabinlar. Shunaqa gaplar. Atrofimiz tog' bilan o'ralgan, hamma tomon tog'. Quyuq, juda o'rmon. Shunaqa chiroyli joylar. Mana bu tomonlar ham o'rmon. Namgarchilik yuqori bo'lganligi uchun quyoshni juda bir kuydiradigan issiqda jazirama. Meni Janubiy Koreyaga o'qishga kelgan kunlarimdan to hozirgacha qiziqtirib keladigan bir narsa. Koreyaning aholisi kamayib ketyapti borgan sari, chunki tug'ilish kam. Oila qurish juda kechikib ketgan. 40, 45, 35 dan tepasi yigitlar, qizlarda oila qurishi. Lekin shunga qaramay shunaqangi katta qurilishlar bo'lyapti mana bu yerda ham. Mana bu ro'paramizda turgan mana bu binolar ham hammasi yaqinda qurilishi yakunlanib, endi ichki pardoz-andoz ishlari olib borilyapti. Mana bu atrofni qarang. Qanchadan qancha qurilish bo'lyapti. Shuncha uy, binolar qurilyapti, lekin eng qizig'i bu uylarda kim yashaydi? Koreyaliklarda oila qurishi pasayib ketyapti, farzand ko'rish pasayib ketyapti. Shu sababli meni shu savollar juda qiziqtiradi. Endi balki kelajakda biz yashab qolishimiz mumkindir, chunki chet elliklar oqimi juda katta Koreyaga. Aynan O'zbekistondan Koreyada yashayotganlar soni 100 mingdan oshgan. 100 ming o'zbek millatiga mansub insonlar yashab kelyapti.